Bugun sizlar bilan estetik video yasaymiz. Qani ketdik. CapCutga kirib olamiz. New video degan joyga kiramiz. Video tanlaymiz. Video tanlab bo'lganingizdan keyin tekst yozamiz. Ili matn tanlaymiz. Matn deb mana blog degan yozuvga kiramiz. Любой bittasini tanlaymiz. Keyin orqasiga oq fon qilamiz. 40% bo'lishi kerak. Buni oxirgi qilsanglar ham bo'ladi. 4% yoki 6% qilamiz. Keyin menga obuna bo'linglar jonkalarim deb yozamiz yoki sizlar boshqa so'z qo'yasizlar. Tekst yozasizlar to'g'ri. Stiker qo'yamiz. Обязательно stiker kerak bo'ladi. Kerak emas joyini qirib olamiz. Effekt beramiz. Mani CapCut'im просто ozgina qotyapti. Yaxshilab qarab o'rganinglar. Keyin men o'z kanalimning nomini qirib qo'yganman, screenshot qilib. Shuni qo'yamiz. Ikkita turburchi joyiga kiramiz. Uni videoga to'g'rilaymiz. Yaxshilab har bittasiga qarab chiqamiz. Qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shani qo'yamiz. Men oxirdagi qo'ydim. Va shu yozuvni cho'zamiz yoki birinchi bo'lib I make them girls go side to side. Now watch me. Yozuvni cho'zamiz. Oxirdagi CapCut degan joyini o'chirib tashlaymiz. Videoni yorqinlashtiramiz. Sizlar 3 ta yoki 5 ta qilasizlar. Keyin videoga effekt beramiz. I make them girls go side to side. Now watch me make that. Menga shunisi yoqdi, shuning uchun shu effektni qo'ydim. E'tiboringlar uchun rahmat.